siz nafaqat atkaz olasiz, balki 10 yillik ban, ya'ni 10 yilgacha ham Angliyaga viza topshirsangiz avtomatik atkaz olish shansini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Angliya sayohat vizasiga topshirishda bankshotni berishdi. Mana shu 3 ta narsaga e'tibor bering. Bo'lmasa siz 100% atkaz olishingiz mumkin. Birinchidan, rasmiy oladigan oyligingiz kartangizga tushishi shart va bu narsani siz aniq qilib ko'rsatib berishingiz kerak spravkada. Ya'ni o'z kartani tranzaksiya istoriyasini ko'rsatish обязательно. Ikkinchidan, siz agar viza kartangizni ham istoriyasini bersangiz, unga tushunarsiz katta depozitlar bo'lgan bo'lsa, uni yoritib ko'rsating. Qayerdan tushgan? Uy sotdingizmi, mashina sotdingizmi? Qayerdan tushdi va nimaga ketyapti u pullar? O'sha narsani aniq qilib ko'rsatish kerak. Uchinchidan, siz bergan bankshot, uni istoriyalari, xoh u Uzcard bo'lsin yoki Visa karta yoki siz bergan summa qo'yilgan Visa karta summasi haqiqiy bo'lishi shart. Aks holda siz nafaqat atkaz olasiz, balki 10 yillik zapret, ya'ni 10 yil davomida Angliya sayohat vizalariga topshirganingizda sizni hujjatlaringizni tekshirmasdan avtomatik atkaz berishi mumkin viza ofitserlar. O'shandan ogoh bo'lamiz. Angliya sayohat vizasiga ayni paytda topshirayotganlar bo'lsa, kuchli e'tiborni bankshotlarga qaratamiz. Chunki oxirgi atkazlarning 99%da hammasida o'sha bankshot, uni tranzaksiyalari oylikda bankshotda ko'rinmaganligi ko'rsatilyapti. Bu video siz agar Angliya sayohat vizasiga topshiradigan bo'lsangiz, aniq foydali bo'ladi degan umiddaman va albatta sizga ham Angliya sayohat vizasini olish shu 25-yilda nasib qilsin. Hammaga omad.